La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh shada la ilahe illalloh shanna Muhammad abduhu va rasuluh. Assalomu alaykum o'zbek xalqi o'rtasida musulmonlari. Hozir bizlar bir Kamol Yo'ldosh deganiga girin qilmasak, bu gap qilmasak bo'lmaydi. Kushbat Qur'onni olamiz deganki bir ikkitasi. O'shani balichiklari yangi menga yozdi. Qur'onni xayriga quyoshni mardan chiqishi bo'lib qayta Misr qaytib atbit qilma qilyapti. Hadisda uni olmayt yo'llab o'dayin o'zi Misrlar. Keyin yana men din haqida gapirmoqchiman, yangi Misrlarga, boshqa balay batarlarga, uni yana ishaqolarga keyin mana bu Chamanzoriga ham boshqasi ham meni bilan o'zida yangi Qur'on hadisda olamiz yo bo'lmasa nimaga ergashamiz deydilar ham bor-ku, yangi sahobalarga ergashamiz, boshqa deydilarga. Yangi mazhabga ergashmaymiz, mazhab unaqa deb o'zi. Masallaga shuni aytmoqchimanki, yangi Baqara surasiga qayergadir aytgan Ibrohim alayhissalomga din qilib berdik deyapti. Din qilib berdik. Din nima deganini tushungan. Odam ato nima, yangi ruh nima, Alloh nimaligini bilib qo'ygan. Masallaga shu bitta qisqa videoga aytib qo'y, hamma narsa savollarga javobda olam bor. Nima ish qilmoqchisanlar? Sukalar 70 ta firqa bo'ling. Bularni bittaga olib kelish kerak. Buni meni boshimga problema qilib qo'yibdi bu. Quyosh mardan chiqishi degani g'arb mamlakatlar islomga kirish kerak. Buni menga problema olib kelib qo'yibdi. Rum islomga kirish kerak. Dabbatil arzaman. Dabba qarg'aytiyon, sukunaytiyon man. Xohlagandan qilib o'naydan boshqa baloy bataraydan sukunaman man sanlardi. Kamol Yo'ldosh degan suka mansallarga shuni aytib qo'yay. Boshqa baloy batarayanga kallayni uraytiyon, sajdaga uraytiyon dalbeyoplaringga aytib qo'yay. Yangi bizda bir botqoqqa turibmiz. Botqoqdan chiqib ketish kerak. Buni Mahdi degani men Isoning ikkinchi kelishi deysanmi? Jaq degan naynay qul deysanmi? Internetdan da'vat qatonlikchi Usama bin Ladendan keyin xalifa chiqish kerak. Bu Alloh saylagan xalifa. Agar xalifa hadisda ham qo'ydim. Ikkita bittasini o'ldiringlar degan hadisda men kommentariyaga nimaga ham qo'ydim, yangi postga. Xalifa bitta bo'ladi. Ya'ni men 40 yoshimga o'sha meni jahldor yangi nima qattiq qo'l xalifa odamligimni yangi rahbar qilib saylanganim Alloh taolo bildirgandi o'zi 40 yoshimga. Imom Mahdi saylanadi, bayat olasang, bayat bo'lmaydi Makkaga bu. Davrlar o'tib ketdi, o'zi kapani bichilgan davriga keldi. Musulmon qirabsa salobni ko'rib tursan, musulmonlarni biriktirish faqat Imom Mahdi bilan bo'ladi. Kecha Chamanzoriga ham savol bergan. Imom Mahdini kutib o'tmaymiz biz. Undan qilamiz kapaning bilasan, ochiq olayni paloni ham qo'ymaysan, sukumasdan ham gapirishim mumkin. Jonga ham tegding sanlar. Imom Mahdi deganing Allohning nimasi? Allohning hidoyati, bo'lmasa Allohning quvvati. La havla va la quvvata illa billah. Bor kuch Alloh bilan, qudrat Alloh bilan, lekin mana shu Mahdini qo'li bilan insonlarga yaxshilik qiladi Alloh. Yer yuziga yaxshilik qiladi. Mana 5-6 yildan beri bo'ladigan Ukrainaning urushlar, musulmonlarning ustuniga urushlar, hamma baloy batarlar, mana shu fitnalar hammasi bir yonayni. Astagfirullah bilan jonga ham tegib ketdi. Nima qilish kerak bilan? So'kalar, sanlar bilan eshakka molga pasport olib yuraversan, molga o'xshab, eshakka o'xshab chiqib ketish kerak vaziyatdan. Mirziyoyev bo'yinda rasmini qo'yasan, 8 ta o'lik keldi Rossiyadan deysan, mol, eshak. Prezident rasmini qo'yasan, prezident nima ayb bor? U mamlakat ishlar mamlakati, qishloq mulboqarlari katta shaharlarga borib imorat qurishdan bir-biridan kim o'zarga musobaqa qiladi degan landishkuli bilan nomladi. Mamlakat ishlar mamlakati degan bir ayol fitnasiga turgan ayol bilan shuhratni mamlakatda shuhratni amet silova bo'ladi. Qachon silova bo'lgatsang mana shu yerda Shuhrat Ahmad Muhammad so'zlariga moslik kelib chiqadi. Alhamdulillah robbil alamin. Tushunasizmi? Sukalar bilan rabota qilotaman, raboch och qo'lman, g'altir holdor yashayman, brigadir Alloh qalbimizda, dilimizda hadis. Din qilib berdik deyapti Ibrohim surasiga. Din nima? Yangi ruhlar har balo qilib, har nima qilib osmonlarga yashashing mumkin edi. Jinni bin baloy batar qilib sanlar jonlaring bilan yashashing mumkin edi. Lekin Alloh sanlarni inson qilib yaratdi. Yaratgandan keyin yana din qilib berdi. Dinni nima? Islomga olib keldi. Islomning mazhabini o'rtachasini ushladi. O'rta Osiyo din mazhab ahli sunna va jamoa mana shunga olib keldi. Har bittang vaqa Kamol Yo'ldosh kuntanga o'xshab ketaverma suka. Kamol Yo'ldoshing nima deydi? Sani o'zing dinga, menga, meni o'zim dinim o'zimga mana unaqa qilyapsanlar. Ana suralarda aytayotdi, nimalarda mollar
din erkinligi deyapti. Din erkinligi o'sha xolayni paloni ham bo'lmaydi. Bu urushlar tugamaydi. O'nayniga kirib ketasanlar hammang. Trampingni ham, xoyam, baloy battaringni ham, xoyam. Birlashmasang bo'lmaydi. Ruscha video qo'yishim kerak. Rossiya islomga kirishga, dunyo islomi tinch. Alloh man qilgan narsalarni yerdan supurmasang bo'lmaydi. Vaqtlar yuraversang, o'nayni olmay kirasan hammang. Gandonlar. Я твой рот ебал, блядь, пидорасы, блядь.